mana hozir birinchi mahoratingizni sinab ko'rasiz. Men sizga mikrofon beraman. Abbosdan olamizmi? Abbosdan emas, Abbosni yetib olasizmi xohlasangiz? Xohlayapsizmi? Hayajonlanib qoladi. Makkillab qolmang, lekin makkillasangiz u keyin makillatadi bo'lmasa. Mayli. Tushing. Ketdikmi? Ketdik. Boshlaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizdan bugun intervyu olmoqchiman. Ya, men intervyu bermayman. Nima uchun? Uyalaman, televizor. Nimadan uyalasiz? Nima savolingiz bor? Ismingiz nima? Endi hayajonlanish. Abbos. Siz ismingiz? Jannat. Voy, o'zingizmi ekan? Charchamayapsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Sizga rahmat. Bizni doimiy kuzatib borasizmi? Ha, ana ko'rsin bu kera. Hamma ko'raman, men muxlis yilaman. Ayniqsa, ana bitta bola chiqardi-ku, Abbos degan. O'sha nomer deng. Shogird tushinglar unga. U nafaqat ijod yo'lida, balki hayot yo'lida ham ustozlik qilyaptilar. O'sha bolani qadriga yetinglar. Keyin mamnun qizga ham aytib qo'ying, sherigini ko'p xafa qilavermasin. Uni dili og'risa yomon bo'ladi. Xafa qilyapsizmi? Yo'q. Yolg'on gapirasizmi? Juda yolg'on ko'p gapiradi. Ishoning. Qarang, men yolg'on gapirmayman. Tilim yolg'on gapirib qo'y. Yolg'on gapirish yomon. Bilaman. Yetishingiz bo'lsa qandaydir. Ketdi, mana mexanizatsiyalashtirilmaganligidan turdi deng. Mexanizatsiyalashtirilmaganligidan turdi. Mexanizatsiyalashtirilmaganligidan turdi. Akmal akaligimizda. Undan. Manmi? Birinchi siz kiyinma. Qani, hurmatli yurtdoshlar, hozir biz ismingizni Jannat bilan birgalikda hozir she'r aytamiz. Jannat she'ri chiroyli chiqqan deganlar birni bosamiz, Abbos she'ri deganlar ikkini tashlaymiz. Boshlang. Tasodiflar yo'q bu dunyoda. Uchrashmadik ikkimiz bekor, Allohimning rejalarida biz anglamas buyuk hikmat bor. Sen qayda-yu, men qayda edim. Go'yo quyosh, go'yo oy ayro. Agar buni Alloh istamaganda bo'larmidi qarshimda paydo? Uchrashmaydi daryoga daryo, qushlar sira ketmas to'qnashib, borligimni bilgandek go'yo kelarmiding da'volar o'shib. Sen taqdirga ishonasanmi? Ko'rganmisan meni qaydada? Bilsang buni taqdir derlar. Azizim, taqdir. Yo. Unday qilmanglar. Unday qilmanglar. Bo'lmaydi. Endi men garimmi? Yolvorib so'rayman, kunda Xudodan seni unutishga bir imkon bersin. Isming joy olmasin endi duodan, so'ng qanday yashatsa yashataversin. Gunohlarim bisyor bilgan bilmagan, ammo sen ularning eng oliysan, hech kim tanimagan, hech kim ko'rmagan, pinhon xatoyimning chiroylisisan. Garchi ming bo'lakka bo'lindi yurak, garchi sevganimga pushaymon edim. Nonko'rlik qilmayman tan olish kerak, seni sevgan paytim chiroyli edim. हो गया है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तू इनकार सजना Bu bitasiga atalgan, o'zi bilsa biladi deydi-yu. Endi ko'rsatuvimizni mana yakunlashni chiroyli yakunlaymiz. Endi birgalikda xayrlashamiz. Qani marhamat, siz boshlaysiz. Bunchalar zo'rsan. Bir gap bilan. Hurmatli yurtdoshlar, ertagacha o'zingizlarni sog' salomatligida asrab, eng muhimi yaxshi kayfiyatda bo'lib turinglar. Ertaga biz sizlar bilan Xudo xolasa ko'rishamiz. Bilamiz, bunchalar zo'rsan ko'rsatuvining